aka uyni tugatdik. Abilargacha bitdi. Ishni ko'rib oldingiz. Aha. Bizlarni rashk qilsangiz biz ketsak. Korotchi uka gap bunday. Aha. Hozir hisoblagansizlar. Kamera aytsalaring, teng yarmini beraman. Iya. Agar ko'paytirib yuborsalaring, ertan beraman, indin beraman deb kidallar qilaman. Ya aka to'xtang, men bitta miyam bilan maylis qilib olay. Jon savol qaydan keldi buni? Miyasiga yetib imtihonlarga ham yo'q savol. Aka. Nima bo'ldi? Uyda gaz haqimiz berayotgan bo'ldimi? Haqqimizni berdi, zo'r berdi haqqimizni. Nima bo'ldi? Qarachi bunday dedi, qarang. Pulni ko'paytsalaring deyapti, yarmini beraman deyapti. Kamaytsalaring yarmini beraman deyapti. Ko'paytsalaring bugun beraman, erta beraman, indin beraman, kedallar qilib olaman deyapti. Nima deyishdi bilmadim. Bilay. Abdalaku ya. Maqsak bo'ladimi? Ya akalar, endi kommentariyaga yozingizlar, nima qilsak bo'ladi bu vaziyatda?